Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va Xitoyning Uyg'urlarning naslini quritish maqsadida elib berayotgan majburiy tug'mas qildirish siyosati haqida e'lon qilgan dalil isbotli dokumentlari bilan xalqaro zo'r ta'sir qo'zg'agan germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zinis tarafidan 15 dekabr e'lon qilingan va Xitoyning Sharq Turkistonda 1,5 milliondan ortiq odamni majburiy paxta ishlab chiqarishga selayotganligi haqidagi dokumentni yana bir qatim chet el matbuotlarida zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Adrian Zinis tarafidan Yer shari siyosati markazi nomli tadqiqot markazida e'lon qilingan bu eng yangi dokumentda ko'rsatilishicha, 2018-yili Sharq Turkistonning faqat 3 viloyatida oz deganda 570 ming odam majburiy paxta terishga selingan. Emgak selinganlar emgak yeshidagi quramiga yetganlarni, yashanganlarni va lagerlardan chiqqanlarni o'z ichiga oladi ekan. Adrian Zinis Xitoy hukumati o'zi e'lon qilgan hujjatlarga va shundoqli Xitoydagi axborotlarda oshkorlangan sonliq ma'lumotlar asosida yuqori raqamni hisoblab chiqqan bo'lib, Butkul Sharq Turkiston bo'yicha majburiy emgakka selinayotganlarning umumiy sonining buningdan nechasi yuqori ekanligi taxmin qilinmoqda. Dokumentda bayon qilinishicha, ilgari Sharq Turkistondagi majburiy emgakka doir isbotlar faqat to'qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan tuvan darajalik ishlab chiqarishga munosabatli bo'lgan bo'lsa, bu navbat tepilgan isbotlar bo'lsa majburiy holda va qo'l bilan paxta terishga munosabatli ekan. Bu bayqashning ta'siri texmi keng bo'lib, u paxtaga munosabatlik har qanday mahsulotning va ta'minlash zanjirlarining xom ashyosining majburiy emgakka chetishligini ko'rsatib beradi ekan. Adrian Zinisning dokladda ko'rsatishicha, paxta terish ko'pincha hollarda mashinalashtirilgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda paxta terish asosan odam kuchiga tayinadi ekan. Bo'libmi Sharq Turkistondan chiqadigan yuqori sifatli paxta butunlay qo'l bilan teriladi ekan. 2019-yili Sharq Turkistonda 70% paxta odam kuchi orqali terilgan. Xitoy hukumati ilgirki yillarning aksicha ishki Xitoy o'lkalaridan maxsus paxta terishga keladigan Xitoy emgak kuchlarini zo'r darajada qisqartgan bo'lib, paxta terishga selinayotgan Uyg'urlar yerlik hukumat va kadrlarning haydakchiligi va o'rinlashtirishi bilan tashkillanadi ekan. Dokladda mundaq deyilgan: Bu dokumentda ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlar atalmish Xinjiangdagi paxta ishlab chiqarishning mutlaq ko'p qismining davlat tarafidan majburiy holda ijro qilinayotgan va oz sonliq millatlarni nishon qilgan siyosatga asosan yurgizilayotganligini kuchli isbot bilan ta'minlaydi. Ko'plagan kishilik huquq mutaxassislari Adrian Zinisning dokumentidagi bu paktlarni Uyg'ur majburiy emgakiga tayinayotgan xalqaro markalarga besim ishlatishda hal qilg'uch rol o'ynaydi deb qaramoqda. Mazkur yangi dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq tashkilotlar birdek bayonot e'lon qilib, tadqiqotchi doktor Adrian Zinis apandiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat etish bilan birga Amerika hukumatini, Amerika davlat majlisini va shundoqli boshqa demokratik ellarning hukumatlarini Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish uchun darhol zarur tadbirlarni elishga chaqirdi. Ular bu vaqtda e'lon qilgan bayonotlarida bu doklad orqali paxta mahsulotlarining har qanday bir bosqichida Uyg'ur majburiy emgaki borligining rasmiy yuzunda to'liq isbotlanganligini ta'kidlash bilan birga, xalqaro kiyim-kechak markalari Xitoydagi ta'minlash zanjirlaridan uzil-kesil qo'l uzishi kerak deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtdagi bayonotida Amerika hukumati va boshqa hukumatlarni darhol Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirishga munosabatli qaror qonunlarni ma'qullashga chaqirish bilan birga, majburiy emgakdan foyda olayotgan cho'ng shirkatlarning majburiy emgakni cheklash haqidagi qonunlarning chiqarilishiga to'sqinlik qilishiga hargiz yo'l qo'yilmasligi kerak deb ko'rsatdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu dokumentdagi paktlar oldimizgi haftalarda Angliya parlamentida va Yevropa parlamentida o'tirg'i qo'yiladi ekan. Sharq Turkistondagi paxta Xitoydagi umumiy paxta ishlab chiqarishning 85%ni, dunyodagi umumiy paxta ishlab chiqarishning 20%ni tashkil qiladigan bo'lib, dunyodagi dongliq moda markalari asosan degudek bu paxtalarga tayinadi ekan. Chet ellik ba'zi tadqiqotchilar Reuters agentligiga qilgan so'zlarda mundaq degan: Bu isbotlar har qaysi shirkatlarning nima uchun bu rayondan mol ta'minlashni jiddiy to'xtatishi kerakligini, barliq hukumatlarning nima uchun rayondan import qilingan mollarni cheklashi kerakligini bizga aniq ko'rsatib beradi. Bu tadbirlarni kechiktirish uchun hech qanday bahona sabab yo'q. Amerika hukumati bu yil 2 dekabr Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qaratgan jazolash tadbirlarini texmi kuchaytirib, atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish biyontuanining paxta mahsulotlarini import qilishni cheklagan. Amerika davlat majlisida Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishini cheklashga munosabatli 2 qonun loyihasi ko'rilayotgan bo'lib, yaqinda Olma, Nike va Coca-Cola shirkatlarining bu qonun loyihasining ma'qullanishiga qarshi harakat qilganligi oshkorlangan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 15 dekabrdagi axborot yig'inida tadqiqotchi doktor Adrian Zinisning dokladidagi paktlarni rad qilish o'rinli va Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishini kishilarning muqim xizmatga o'rinlashiga kapolatli qilganlik deb ko'rsatdi.
Keyingi mezgillardan buyon Xitoy hokimiyati o'zining barliq ishki tashqi tashviqot vositalarini safarbarlikka keltirib, doktor Adrian Zeniz apandiga talvalarcha hujum qilib kelgan va uni yolg'onchilik bilan ayblab kelgan edi. 15 dekabr kuni Angliya parlamenti Tashqi ishlar komiteti Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari va Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi haqida maxsus guvohlik yig'ini o'tkazdi. To'g'ri orqali o'tkazilgan bu qitimga guvohlik yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal, Angliya Advokatlar birligi Tashqi ishlar komitetining mas'uli Sichona Jolli va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy kengashining terrorizmga qarshi kurash va insoniy huquqlarni qo'llash bo'yicha alohida dokladchisi professor Fiona Aula qatorliqlar taklif bilan qatnashdi. Bu qitimqi yig'in Angliya hukumatining va Angliya shirkatlarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan yo'qotish va majburiy emgak tizimiga qarshi qanday tadbirlarni yo'lga qo'yishi lozimligi haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyining va mutaxassislarning fikrini elish asosi maqsad qilingan bo'lib, Dolqun Aysa apandim va Nuri Turkal apandilar yig'inda qilgan so'zlarda kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarni majburiy emgakka selish tizimi haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Xitoy hokimiyatining bu xil jinoiy qilmishlarining ko'plab mustaqil tadqiqotchilarning dokladlari, Xitoyning maxfiy hujjatlari va shohidlar orqali dalillanganligini, shunga Angliya hukumatining va Angliya shirkatlarining bu xil insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'xtatish uchun Xitoyga qarshi jiddiy jazolash va cheklash tadbirlarini kechiktirmay yo'lga qo'yishning to'liq zarurligini ta'kidlashdi. Yig'inga qatnashgan boshqa mutaxassislar kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi qarta yurgizayotgan qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq umumiy bayonnomasining va irqiy qirg'inchilikning oldini olish xalqaro ahdnomasining ruhiga tamoman xilof ekanligini ta'kidlash bilan birga, demokratik allarni Sharq Turkiston xalqi duchor bo'layotgan vahshiyliklarni to'sish uchun Xitoyga qarshi o'rtaq harakat olib berishga chaqirdi. Yaqinqi mezgillardan buyon Angliya parlamentida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida ko'p qitim muzokara va talash-tortish olib berilgan bo'lib, Angliya hukumatı Xitoyning Huawei shirkatining Angliyadagi faoliyatlarini cheklagan. Ba'zi Angliya shirkatlari Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini uzgan edi. Germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zeniz tarafidan 15 dekabr e'lon qilingan va Xitoyning Sharq Turkistonda 1,5 milliondan ortiq odamni majburiy paxta ishlab chiqarishga selayotganligi haqidagi doklati Germaniya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Bu munosabat bilan 15 dekabr kuni Germaniyaning maxsus xalqaroga anglitish beradigan davlatlik radiosi bo'lgan Germaniya Dolquni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bilan maxsus video suhbat o'tkazdi va bu suhbatning mazmuni Germaniyaning boshqa matbuotlarida o'rin oldi. Dolqun Aysa apandim suhbatda qilgan so'zda doktor Adrian Zenizning hozirga qadar Uyg'urlar masalasida ko'z tutib kelgan g'oya surtirishchanliklariga va yangi e'lon qilgan doklatiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirish bilan birga, Germaniya shirkatlarining Xitoyning kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlariga sherik bo'lmaslikka chaqirdi. Uyg'urlar duchor bo'layotgan zamonaviy qulluq bilan irqiy qirg'inchilikni bir-biridan ayirib qarashga bo'lmaydi. Xitoy hokimiyati Uyg'ur xalqiga rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yayotdi. Hozir Xitoy bilan normal savdo qiladigan davr emas. Hozirga qadar Yevropa davlatlarining Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sish uchun amaliy bir harakatga o'tganini ko'rmadik. Biz Yevropa allaridan va Xitoyning majburiy emgak tizimidan naf olayotgan Yevropa shirkatlaridan bu jihatda amaliy qadam besishini, Xitoy hokimiyatiga va Xitoy shirkatlariga qarata unumli cheklash va jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishini umid qilamiz. Dolqun Aysa apandim so'zda yana Sharq Turkiston xalqi qarta yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash haqida ba'zi Uyg'ur tashkilotlari tomonidan sunilgan arznomaning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tomonidan rad qilinganligidan afsuslanish his qilganligini ta'kidlash bilan birga, garchi Xitoy Xalqaro jinoiy ishlar sudiga imzo atmagan davlat bo'lsa-mu, ammo Xitoyning yana boshqa ko'plagan xalqaro tashkilotlarga a'zo ekanligini, shunga bu xalqaro tashkilotlarning Xitoyga qarshi cheklash va jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish huquqi va imkoniyati borligini eskartib o'tdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yana bir qitim Xitoy hukumatini keskin tanqidlab, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning barliq diniy e'tiqod erkinligini cheklaganligini, shuningdek millionlarcha Uyg'urni lagerlarga qamganligini natsistlarning ayni vaqtda yahudiylarni qirg'in qilganligiga o'xshash qilmish deb ko'rsatdi. U bu so'zni 14 dekabrda o'tkazilgan Uyg'on Amerika temisidagi televiziya ziyoratida qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining millionlarcha Uyg'urni lagerlarga qamishi elib kelgan ijtimoiy vayronchilikni 1930-yillardan buyon dunyo ko'rib boqmaganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, Xitoy hukumatining virusni bahona qilib Sharq Turkistondagi diniy e'tiqod ziyonkashligini yuqori pallaga chiqarganligini yana bir qitim eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlar masalasida Xitoy hukumatini izchil va eng keskin iboralar bilan tanqidlab kelgan eng yuqori darajalik hukumat amaldorlarining biri bo'lib, uning tanqidlari xalqarodagi Uyg'urlarni qo'llash chaqiriqining zo'r ta'sir qo'zg'ashiga sabab bo'lmoqda.
Xalqaro jinoiy ishlar sotining Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sotiga imzo qo'ygan davlat emasligini sabab qilib ko'rsatib, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkiloti tomonidan bu yil 7-oyda Xitoy hukumatı ustidan mazkur sotga sunilgan Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini tekshirish haqidagi arzni qabul qilishni rad qilishi muhojiratdagi Uyg'urlarni qattiq afsuslantirdi. Xitoy ustidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sunish fikri Dunyo Uyg'ur qurultayida ko'p qitim muzokaraga qo'yilgan. Afsuski xalqarалық huquqchilar Xitoy Xalqaro jinoiy ishlar sotiga imzo qo'ymagan bir davlat bo'lgani uchun uning ustidan sunilgan arznamani Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga qabul qildirishning mumkin emasligini bildirgani uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi bu vaqtdagi fikrdan voz kechgan va qurultayning tashabbusi bilan 2020-yil 9-oyning 3-kuni Londonda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurilib rasmiy faoliyat boshlagan. Va ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Milosevichni sotlagan mashhur sudchi Jeffrey Nice apandi bu sud kollegiyasining bosh sudchiligini mamnuniyat bilan o'z ustiga olgan edi. Mazkur mustaqil sud mahkamasi 7 nafar baholash va hukm chiqarish hay'atidan tarkib topgan bo'lib, hozirgacha bo'lgan oraliqda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining maslahatchisi, bosh qonun tadqiqotchisi va yordamchi riyosatchisi bekitilib chiqilib, ommaga qarshi ochiq maxsus to'r sahifasi ochildi va qisqagina vaqt ichida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik 15 ming betlikdan ortiq dalil isbotliq material to'plab bo'lindi. Bu sud kollegiyasini qurib chiqishdagi maqsad shuki, garchi Xitoy davlati xalqaro irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lmasa-mu, afsuski Xitoy bu deloning xalqaro jinoyat sudida yoki har qanday bir xalqaroliq adolat sudida ko'rilishiga qarata to'sqinlik qilish imtiyoziga ega. Ammo xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bu vaqtda nopuzliq va tarafsiz holda hukm chiqara oladi. Bu sud hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bo'lgan material va faktlarga qarab oxirgi hukmnomani e'lon qiladi. Hukumatlar va xalqaroliq tashkilotlar o'tirg'i chiqqan shu dalil asosidagi hukmnoma orqali o'zlarining xalqaroliq majburiyat va javobgarliklarini to'nib yetadi va tegishli holda analiz qiladi. Agar Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan qasddan o'ldirish, qo'l qilish, o'rinsiz turmaga selish, qiyin qistoq, bosqinchilik va boshqa jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, majburiy g'oyib qilish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib etish, majburiy to'y qildirish va inson organlari tijoratidagi boshqa jinoyatlarni sodir qilayotganligi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi tomonidan rasmiy isbotlanib hukm chiqarilgan taqdirda, bu hukm har qaysi davlatlar va xalqaroliq organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Uyg'ur sud kollegiyasi dunyodagi 20 dan ortiq davlatda faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotini o'z ichiga olgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining va muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizning qizg'in qo'llashiga erishdi. Navbatda har qaysi ellardagi Uyg'urlar orasida mazkur sud kollegiyasiga dalil isbot to'plash va uningga iqtisodiy jihatdan yordam berish kampaniyalari jiddiy davom qilmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyati tomonidan quruq tuhmat va bo'htonlar bilan 2014-yil muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'lon Ilhom To'xtining 2019-yillik Saxaro erkinlik mukofotiga erishganligining va Yevropa parlamenti tomonidan Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida maxsus qaror qabul qilganligining 1 yilligi munosabati bilan 18-dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi tomonidan maxsus ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu qitimqi to'r muhokama yig'iniga Yevropa parlamenti kishilik huquq komitetining mas'ullari, parlamentdagi ba'zi partiyalarning vakillari, Saxaro erkinlik mukofotining ba'zi sohiblari taklif qilingan bo'lib, yig'inda Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining navbatdagi ahvoli va Uyg'urlarning o'tgan 1 yildan buyangi vaziyati haqida suhbat elib beriladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu qitimqi to'r yig'inida Sharq Turkiston va Uyg'urlarning o'tgan 1 yildan buyangi umumiy vaziyati haqida doklad sunadi. Hammaga ma'lum bo'lganidek o'zining hayotini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligiga atagan va bu sababdan Xitoy hokimiyati tomonidan zindonga mahkum qilingan erkinlik jangchisi Ilhom To'xti apandi Yevropa parlamenti tomonidan tasdiqlangan va dunyodagi eng inovatli mukofotlarning biri hisoblangan Saxaro erkinlik mukofotiga loyiq ko'rilgan. 2019-yil 18-dekabr kuni Yevropa birligining Strasburgdagi markazida o'tkazilgan va Yevropa parlamentining ko'p sondagi a'zolari va davlat arboblari qatnashgan ko'rkamlik bir marosimda Saxaro erkinlik mukofoti Ilhom To'xtining Amerikada yashayotgan qizi Javhar Ilhomga topshirib berilgan edi. Mukofot tarqatish marosimining ertasi, ya'ni 19-dekabr kuni Yevropa parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini ayblab va lagerlarning darhol taqilishini talab qilib maxsus qaror qabul qilgan edi.
Ataqlıq milliy rəhbərimiz mərhum İsa Yusuf Aliptekin əpəndimnin vafatının 25 illığı münasibəti bilan Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən 17 dekabr günü məxsus xatırlaş yığını ötküzüldü. 1901 yılı 12 ayının 17 günü Şərqi Türkistanның Yenisar nahiyəsində dunyoga kelgan və Şərqi Türkistanның yaxınqı zaman tarixidagi muhim siyosiy ərbablarning biri hisoblangan liderimiz mərhum İsa Yusuf Aliptekin əpəndi 1995 yılı 12 ayının 17 günü Türkiye İstanbulda 94 yaşında olamdan o'tgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının katibi doktor Erkin Ahmet Efendimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi muhokama va suhbat yig'inida İsa Yusuf Aliptekin Efendining hayotdagi kichik o'g'li Ilg'or Aliptekin, İsa Yusuf Aliptekin vaqtining raisi doktor Ömer Qul, İsa Efendining hayot vaqtidagi marhum bilan birga xizmat qilgan va marhum ustozimizning yonida bo'lgan Hamidxon Ko'kturuk, Dolqun İsa, Ömer Qanat, Farhat Yo'rinqash apandilar o'zlarining ayni chog'dagi ta'sirot va aslamalarini o'ttirib qo'yib o'tidi va yig'in qatnashuvchilarining marhum İsa Yusuf Aliptekin haqidagi savollarga javob berishga tirishadi. 17 dekabr Yevropa vaqti tushdan keyin soat 15 da boshlanadigan mazkur suhbatni Dunyo Uyg'ur Qurultayining Facebook va YouTube sahifalaridan naq maydondan ko'ra olasiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.